Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun normal video nashrimizning vaqti bo'libdi. Bugun buningda ilgari so'zlab kelayotgan temaning 7-si. Xitoyning Yevrosiyo strategiyasi. Aldingi qatimda video ekranidagi mavzuning nomerini o'zgartmay 5-chi ulab qopti. 6-chi ulashqa tegishlikdi. Şuna to'g'ri tushungaysizlar. Hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Bu videoning sizlarga qanchalik yiqayotganligini mo'ljallayman. Agar yoqmasa biz boshqa tema so'zlasak bo'ladi. Temalarimiz jiq so'zlaydi. İstixbaratga taxi qo'l tegdirmadik. Ilgari istixbarat o'qiyotgan tor orqali o'qiymiz degan qarindoshlarga bir sura kitoblarning tizimlikini havola qilgan. Qaysini birisini o'qigan bo'lsanglar, o'qib tugatgan bo'lsanglar, bu kitobdan qanday ta'sirat olganliklarini yozib menga yo'llasanglar, undan o'rtoqlashamiz. Endi buni darsga o'qishimiz. Xatoyalaringlarni tuzatamiz, chalaqag'ayamni to'liqlaymiz. Hozircha shu Xitoyning Yevrosiyo strategiyasini so'zlaymiz sizlardan bir ovoz chiqmoqcha. Dunyoda har zaman takrorlanadigan bir udum bo'ladi. U bo'lsa rayonda ma'lum davlatning kuchayishi tufaylidan yangi tampongliklar quriladi. Ya'ni ilgirki tampongliklar buziladi degan gap. Yangi tampongliklar quriladi degan so'z ilgirki tamponglik buziladi. Shu hollarda taki 2005'ten beri deyishimiz mumkin buni. Asiya Tichokaran rayonida yangi tampongliklar qurilishga homila bir atmosfera esib, koni tampongliklar buzilishga yuz tutgan edi. Oldingi Yaponiya bosh vaziri Junichiro Koizumi 2001-yil taxtga chiqqandan keyin Ikkinchi dunyo urushining urush jinoyatchilari xotira abidasi Yasuko'ni 6 qatim ziyorat qilish bilan Xitoy-Yaponiya munosabatlari taki uning vazifatiga muddati ichida intayin jiddiy shaklga kirib qolgan edi. Keyingi bosh vazir Shinzo Abe bugun shu deyman. Tunji ziyoratini Xitoydan boshlab go'yo oldingi mezgildagi Xitoy-Yaponiya munosabatining jiddiyligini pasaytib, munosabatni normallashtirishning signalini bergan bo'lishi qaramay. Abimi millatchilardan bo'lishligi bilan, umi millatchilar qanotiga mansub edi. Xitoy dushmanligi pasaymaydiganligi bilinib turibdi. Shimoliy Koreyaning yadro sinoqlariga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bexatarlik komitetida e'longan qaror mazmuni haqida Yaponiya va Xitoy qarama-qarshi tutum ifodaladi. Dushmanliklari bir qatim oshkor ifodalangan edi. Bu qaror masalasida Xitoylar o'zining doimiy a'zolik huquqidan foydalanib g'olib chiqqan edi. Shinzo Abe dunyo urushidan keyin saylangan eng yosh bosh vazir bo'lish bilan birga millatchi qanotga vakillik qiladi. Shinzo Abe dunyo urushidagi urush tarafdori bosh vazirlardan Nobusuke Keishining nevarasi. Sobiq ministrlardan Shintaro Abening nevarasi. O'g'li. Bo'lishi nayt ko'p ma'no ifoda qiladi.
Yani bu ailede yetişip çıkan üçüncü evlat siyasiyun. Siyasiyun bir ailede yetilgen evlat. Onun baş vezirligi hakkında mülayizeler Teçokiyen rayonunun tankponluğunu buzulduğun boldu. Xitay-Yapon münasebetlerinin yanımı ciddileşadigan boldu. Deydigan farazlarini oturup koyuşkan edi. AB'nin baş vezirlik saylam rekabetideki va'dalarida Yaponiyanın yer şarivi meselelerde ta'sir gösterleydigan küçlük devlet buluşunu qo'lga keltirish Amerika bilan bo'lgan hamkorlik bo'libmi, ham harbiy hamkorlikni texmi rivojlantirdiganligi bo'libmi, asos qonunning 9-moddasini amaldan qoldirib, kuchlik bir yapon armiyasi qurib chiqish, maktablarda texmi ko'p vatanparvarlik mazmunlarini ko'paytirish, iqtisodiy islohot elib berish qatorliq mazmunlar bor edi. Bundan muhim nuqta Yaponiya asos qonunining 9-moddasini amaldan qoldirish masalasi. Bu 9-modda Yaponiyaning armiyasi bo'lmaslik. Saqchi qismlari bo'ladi, armiya bo'lmaydi. Buni amaldan qoldirib, armiya qurman dedi. Uning va'dalarida millatchilik bilan sug'urilgan bir turlik siyosat yurgizadiganligi bilinib turadi. Bu bo'lsa Xitoylarning rayonda ba'zi jiddiy qarshilik, to'salg'ularga uchraydiganligining signalidir. Yasukoni qabri ziyorati Senkaku orollarining egilik huquqi masalasi Xitoyni tahdid markazi deb e'lon qilgan Yaponiyaning yangi mudofaa programmi. Birleşken Milletler Teşkilatı'da Şimali Koreya meselesi to'g'risidagi qaror masalasida bo'lgan qarama-qarashilik qatorliq bir qator masalalar yangi tamponsizlik omillari bo'lib qoladi. Bundan boshqa Yaponiya Hindistondan Avstraliyaga qadar keng bir territoriyada erkin tijorat rayoni hosil qilishni xayol qiladi. Bu holmi Xitoyning zo'raygan iqtisodiy kuchini tahdid qiladigan bir masala bo'lib qoladi. 11-sentyabrdan keyin Yaponiya xalqarodagi tinchlik operatsiyalariga aktiv qatnashishga boshladi. Koizomi davrida Hind okeaniga parxta etib, ittifoqdoshlarning Afg'oniston harakati uchun nafs qo'shdi. Bu Yaponlarning dunyo urushidan keyingi tunji davlat halqigan harbiy harakati bo'lib qoldi. Aqidin Amerika armiyasiga moslashib, Iroqda yangidan qurish mavzusida yordamda bo'lish uchun Yapon askarlarini Iroqqa jo'natdi. Aslida Yaponiya Amerikaning va davlat ichi sirtidagi xalqlarning diqqatini qo'zg'amasdan turib, hammasida asos qonunni o'zgartib, asos qonunning 9-moddasini amaldan qoldirish edi. Jimjit, diqqat qo'zg'amagan holda. Shunlashqa Shinzo Abe rayonda ba'zi sunniy krizislar chiqarib, asos qonunni o'zgartirish uchun jamoat fikri hosil qilayotganligi mo'ljallanmoqda. Masalan, Yaponiyaning Tayvan bilan bo'lgan munosabatlari mana shu sunniy krizislardan biri bo'lib, Tayvan haqidagi bayonlari, bo'libmi Tayvan harbiy tarafni Yaponiyaga taklif qilishlari buning misollari edi. Yaponiyaning O'rta Osiyo davlatlaridan Qozog'iston va O'zbekiston bilan energiya mavzusida hamkorlik kelishimlari imzolaganligini Xitoylarning O'rta Osiyo planlari uchun bir xiris deb hisoblashga bo'ladi. Yaponiya o'zi kerak elektr ishlab chiqarishining 30%ni yadro elektr stansiyalari orqali ishga oshiradi. Yadro elektr stansiyalari uchun kerakli uran Qozog'istonda eng ko'p. Xitoymi Qozog'istonning uran boyligiga ko'z tikib turayotgachqa bu yerda Yaponiya bilan bir surkilish nuqtasi hosil vaziyatda. Shinzo Abe millatchi qanotdan bo'lishga qaramay, bayonlarida Xitoy bilan munosabatlarni yaxshilash haqida
İkinci Dünya Urushining ofatlar, qazolari haqida nihoyat chiroyli gaplarni qilib turdi. Hatto Yaponiya mag'lubiyatining 50 yilligida shu chaqning bosh vaziri Murayama Tomichi so'zlagan so'zning mazmuniga sodiqligini bildirib, urushni ayblab, shu chaqdagi urush jinoyatchisi liderlarning mas'uliyatini ta'kidlab tursimi, lekin ijroatlarda millatchi tutumi bilinib turdi. Shuni diqqatlar tutmak kerakki, urushdan keyin Germaniya davlati urush qurbonlaridan rasmiy kechirim so'ragan bo'lsa-mu, Yaponiya bugungacha bundaq bir ifodada bo'lib boqmadi. AB'ning taxtga chiqishidan ko'p o'tmay Shimoliy Koreya yer osti yadro siniqi qilib muvaffaqiyat qozondi. AB Janubiy Koreyani ziyorat qilayotgan chaqqa to'g'ri kelgan bu sinoq bir tasodifmidi yoki qasddan bir qo'rqoq selishmidi? Nima lekin bo'lmasin, Shimoliy Koreya 9-chi yadro davlati bo'lib qoldi. Bu holning Yaponiya nuqtasidan foydali, ziyonli taraflari bor. Ziyonli tarafini har kim mo'lchallay oladi. Bir qo'shningda yadro quroli bo'lsa, xotirjamlikka tahdid. Ammo foydasi qanday? Foydasi shuki, bu tahdid atmosferasidan foydalanib, asos qonunning 9-moddasini amaldan qoldirib, kuchli bir Yaponiya milliy armiyasi qurib chiqishga yo'l tepishga mumkinchilik yaratildi. Koreyaning yadro quroliga ega bo'lishi masalasi butun dunyo tarafidan ayblandi. Xitoylarning an'anaviy diplomatik tutumi bilan masalaning so'zlashish va diplomatiya yo'li orqali hal qilinishini, tinchlik yo'li bilan hal qilish deydigan ko'nimalni bozorga soldi. Halbuki hech qanday amaliy tadbir yoki jazolash olib berilmadi. Birlashgan Millatlarda qaror olish uchun muzokaraga o'tirildi. Yaponiya bir qaror loyihasi sundi. Amerika bir qaror loyihasi sundi. Amerikaning qaror loyihasida Shimoliy Koreyaga embargo qo'yishda muhim deb qaragan nuqtalarni shunday tilga oladi. Qurol va buning aloqador ashyolar, yadro texnikaga va boshqariladigan bombaga aloqador ashyolar, oliy uskunalar, ya'ni luxury uskunalar. Yaponiyaning taklifi bo'lsa, Shimoliy Koreyaga talablarni ijro qilish uchun 30 kun vaqt berish, Amerikaning qaror loyihasiga qo'shimcha qilib, Shimoliy Koreya paraxod va uchoqlarining boshqa davlatning portlariga kirishiga yo'l qo'ymaslik, bu davlatning mollarini cheklash, bu davlatning liderlarining boshqa davlatga sayohat qilishini cheklash. Shimoliy Koreyaning yadro krizisi to'g'risida O'rta Sharq patqiga petib qolgan Amerika hech qanday ta'siri bo'lgudek tadbir olmadi. Aksicha buning tadbirini elishni Shimoliy Koreyaning qo'shnilariga havola qilish bilan cheklandi. Bu asosan Janubiy Koreya va Yaponiya bir chora qilsin, o'zi o'ylashsin deganlik bo'lib, Yaponiyaning kuchli bir armiya qurish uchun ishorat bo'lishi mumkin edi. Yapon bosh vaziri Shimoliy Koreyaning rayonni xatarga ittirishga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, shuni o'ylamay bo'lmaydi. Bir yadro kuchga qarshi Yaponiya qaysi qurol, qaysi kuch bilan qarshi turdigandi? Shundaqla bu bir chaqlarda Yaponiya hurkitish maqsadlik o'tirib qo'ygan shuar tariqasidagi. Agar Yaponiya xohlasa bir kechada atom bombasi yasay oladi deganni aqlimizga keltiradi. Nima lekin bo'lmasin, Shimoliy Koreyaning kun sir konkretlashayotgan tahdid qarshisida Yaponiya bu tahdidni bahona qilib bir harbiy plan hosil qilishi mumkin. Bu planning qo'llovchisi Amerika bo'lib qolishi ilgari surilmoqda. Ammo Amerika Yaponiyaning o'zigimi tog'aq chiqarish ehtimolini nazardan saqit qilmaydi. Chunki Yaponiyaning tuproqlarida Amerika armiyasi bor. Bir kunlari ko'tak spirtaqtani deyish ehtimoli cho'qim bor. Chunki u Yaponiya. Yapon boshqalarning bo'yintirqiga unda ko'nib uzun muddat taqat qiladigan turdagi millat emas. U holda bundaq ehtimollik ma'lum darajada ojizlaydi.
Bununğa qarşı tosalgı güçləmi az emas. Rusiyanın Tinch okeandagi izlanishları uchun kuchlik bir Yapon armiyasining barliqqa kelishi cho'ng bir tosalgı bo'lib qoladi. Shundaqla Xitoylar nuqtasidan masala qaralsimi, Yaponiyaning bu ilgirlishi Xitoyning Tinch okean rayoni haqidagi qarniyatlari uchun bir tosalgı. Uning uchun Xitoylar tutumini o'zgartdi yoki ma'lum darajada isloh qildi. Tarixdan kelayotgan lakaloza diplomatik talabbuziga o'xshamaydigan tarzda Shimoliy Koreyaning yadro kiritishga qarshilik bildirdi. Keyingi kunlarda yadro programmadan voz kechishni talab qildi. Xitoyning asli andishisi Shimoliy Koreyaning yadro qurolini bahona ko'rsatib Yaponiyaning armiya qurib olishi edi. Amerika uzoq sharq siyosatini Yaponiya orqali ijro qilishni xayol qiladi. U holda kuchlik bir Yaponiya shart bo'ladi. Ammo Amerika taxicha Xitoylarning jiddiy tahdid ekanligi temasida keskin bir qarashga kelmadi. Va bu Amerikaning o'zining beshig'ini balo olmoqda. Garchi nazariya jihatdan ig'izdan tushirilmayotgan bo'lishiga qaramay, hech qanday amaliy qadam ilinig'ini yo'q. Xitoylar mavzusida. Agar Xitoy ciddi bir tahdid deb tonilmagicha Amerika Yaponiyaning rayonda bir cho'ng kuch bo'lib yetilishiga illiq qaramaydi. Chunki Amerika keçmiş tufaylidan kuchi, xirsi, xo'riki isbotlangan Yaponiyadan xotirjam emasdek qiladi. Chunki kelgusidagi dushman Shimoliy Koreya va Xitoy hala konkretlikka erisholmay Amerikani Yaponiyani kuchlantirish mavzusida keskin qarorga keltirmayapti. Bu hal davom qilgan sari vaziyat izdan chiqishi Amerikaning kontrolligidan chiqib ketishi mumkin. Hozirmi Amerika ko'p kechikdi. Rossiya bilan Xitoyning arasi buzilmagan ahvolda. Amerika Xitoyga maydon o'qiolmaydigan yangi vaziyat allaqachon maydonga kelib bo'ldi. Shimoliy Koreya yadro quroliga erishgan bo'lsa-mu, ammo uzun manzillik ballistik boshqariladigan bombalarga ega emas edi. Bu deganlik atom bombasi bor, ammo uni to'shiydigan qatnash yo'q. Uni degan yerga olib tashlaydigan qatnash yo'q deganlik. Bu acizlik vaqtlik bo'lib, bu ular bunga mangu erisholmaydi deganlik emas. Mushu vaqt va vaziyatdan unumli foydalangan taqdirda Yaponiya va Amerika Tinch okean rayonida Xitoyga qarshi bir tamponlik qurib olishi mumkin. Bu ehtimolni mo'ljallagan Xitoylarmi bayonlarning qattiqligiga qaramay Shimoliy Koreya yadro masalasidagi bayonlarning qattiqligiga qaramay Shimoliy Koreyani yadro o'q-beshinlarini Yaponiya va Amerikaga yo'llay oladigan ballistik boshqariladigan bombalarga erishish yo'lida yoshirin yordamda bo'lishi mumkin. Bu Xitoylarning sharqdagi kuchli qo'shnisi Yaponiya bilan bo'lgan surkilishlari, munosabatlari. Endi Xitoylar bilan Fransiyaning munosabati. Nima uchun kelib Fransiya? Bilasizlar, Fransiyaning ma'lum alayda taraflari bor. Yevropa o'rtaq gavdasining qurg'uvchisi va tashabbuschisi va bu ittifoqning lokomotivi. Xitoylar Yevropani sesitmoqchi. Maqsad bu. Qurtdek tinimsiz yo'chqizlaydigan Xitoylar Yevropani chiritmak uchun yo'chqiz demoqda. Xitoyning niyatiga uyg'un tushadigan davlat Fransiya ekanligini ko'rishimizga to'g'ri keldi. Fransiya ziyoda millatchi kimligi bilan bilinadigan bir davlat. Urushdan keyingi Cumhur Reis De Gaulle urushdan foydalanib Yevropaga yerlashib olgan Amerikaning Yevropada xo'jayin bo'lib olganligini ko'rib yetgan edi. Amerika bek kuchli va cho'ng davlat edi. Urushda tamamen xarobiga aylangan Yevropa bo'lsa, ishlab chiqarish sistemasi yimirilgan, sanoat vayron bo'lgan Amerikaning yordamiga muhtoj holga tushgan edi. Bu holda Amerikaning bo'yintirqiga
Hiç bir Avrupa devleti yekki halda tağaq çıqıranmaydı. Şunun üçün De Gaulle Avrupa ortaq gevdisini quruş xiyalını oturup qo'yish bilan bu ittifaqning dastlabki gevdisini uyushtirgan. De Gaulle hayat vaqtida Angliyaning ittifaqqa qatilish iltimosini izchil rad qilgan. Nima uchun Angliyani rad qiladi? Angliya Avrupa qit'asiga tava. De Gaulle Amerika bilan o'xshash tilliq bu davlatning Amerikaning Troya yog'och eti ekanligini sabab ko'rsatgan edi. Keyingi amaliyotni bu farazning to'g'ri ekanligini isbotladi. Fransiya Birleşken Milletler Teşkilatı'da daimli Fransız tilini işletişke uğrunup İngiliz tilinin dünyavi til buluştek ameliyatga hergiz boyun egmeslik tirişidigan birden-bir rekabetçi. Fransiya'nın yoğunluk hırsı köp çağlarda Amerika karşı meydan tutuş gelip baradı. Mesela 2003'te Irak'ın işgalıga karşı tirengen küçlük garip devleti Fransiya bolgan edi. İşgaldan keyinki Irak'ın qayta qurilishida bu sebepten Fransiya chetda qoldirildi. G'oliblar qatorida pay tegmadi. Bu hal Fransiyaga bir ochiq sabab bo'ldi. Demak, Amerika bilan bir septi bo'lmaganning ziyni. Bu sebepten İran mavzusida Amerika bilan bir maydonda turishga qaror qildi. Shug'unisi bu qaroridimi ziyon tortdi. İran hala ayaqda bo'lgani uchun bölüşgidek pay yok. Bu bir. Aslida birmuncha turlarda hamkorligi bo'lgan İran bilan yomonlashish natijasida İrandan normal elib kelayotgan foydasining yo'lini kesib qo'ygan edi. Ya'ni Amerika tarafda bo'lish sababli İran bilan bo'lgan munosabatlarni zediladi. Va buni bir tarafdan Rossiya va Xitoy bilan bir sapda bo'lmaslikning ziyni debmi tushundi. Amerikaga muxolif chiqishlari, Yevropa ittifoqi ichidagi radikalliklar tufaylidan g'arbda yolg'izlashayotganligini his qilgan Fransiya bu yaralarni emlash uchun uzoq sharqdan ittifoqdosh izlash ko'yiga tushdi. Fransiya o'zining milliy xarakterini yo'g'onlik xirsiga tushlik rol elish havisidan Yevrasiyoda ta'siri kuchli o'yinchi bo'lish orzusidan voz kecholmaydi. Chunki bu Napoleonning davlati. Yevrasiyoda ta'sirlik bo'lmoqning yo'li Xitoy bilan yaqin bo'lmay turib, mumkin bo'lmaydigan holga kelgan bugungi kunda Yiroq Sharqdan izlaydigan ittifoqdosh Xitoy bo'lmasa kim bo'ladi? Hammasining orqasidagi qutratqu yana shu energiya masalasi. Fransiyaning Yevrasiyo siyosatining asosiy omili energiya bexatarligidir. Yevropaning energiya ehtiyojining zo'r bir qismi Rossiya tarafidan ta'minlanadi. Yevropa ittifoqining lokomotiv davlati va dunyo siyosatida mustaqil bir maydon ifodalab, ta'sir ko'rsatmak orzusida bo'ladigan Fransiya nuqtasini aytganda, energiyaning raqibi Rossiyaning qo'lida bo'lishi milliy manfaatlar nuqtasidan to'liq xatarlik bir hol edi. Xohlagan chaqda Kanaydan bo'g'ilab qoladi degan gap. Fransiya Xitoylarning shunga o'xshab ketadigan xafaligini, ya'ni energiyaning kelish manbasi va buning bexatarligi masalasini shu an uchun ishonchli holga keltirib olganligini ko'rmay qolmagan edi. So'zlab o'tganimizdek, Xitoy taqliniyalik energiya kelish yo'llarini jupliniyalik qilish praktikalarni qildi. Deniz yo'llarining tashayinda quruqlik yo'llaridan to'shiladigan bir vaziyatni qildi Xitoy. Shu an uchun Xitoyning energiya yo'llari kafolatga erishdi. Bu tajribani Fransiya ko'rmay qolmaydi. Xitoylarning bu jihatdagi mahir strategiyachiligiga qo'l qo'ymay bo'lmaydi. Demak, energiya uchun bo'lsa-mu, Xitoylar bilan birlikda harakat qilmay bo'lmaydigandek qiladi. Bundan boshqa Xitoyning cho'ng bozor bo'lishdek alohidligimi butun dunyoni qiziqtirib, bu qiziqishdan eziqtirib kelayotgan omil Fransiyani qiziqtirmasligi mumkin emas edi. Xitoy
yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti vasitasi bilan Fransiya, Iran va Pokiston qatorliq davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni tuzitib olishni arzu qiladi. Bunun bilan faqat Rossiyaning qo'liga qarab kelishdek xatarlik energiya istiqbolini qo'sh yo'nalishga yoki zapas yo'lga ega qilib olishni o'ylaydi. Xitoylarning Boeing yoki Airbusga o'xshash butun dunyoda bozori bor uchoqlarni o'zi yasash havasi bek kuchli bo'lsa-mu, Xitoy uchoq sanoatida bir turlik taraqqiy qilolmay kelyapti. Xitoyning mana shu yo'lovchi uchoqlarini Xitoyda ishlab chiqarishining yo'lini etishga bag'ishlangan uchoq diplomatiyasimi mevasini berishga boshladi. Sobiq Cumhur rais Jak Chiraqning Xitoy ziyoratida nurg'un kelishimlar imzolandi. Bularning eng muhimlaridan biri Airbus uchoq shirkati bilan qilingan kelishim edi. Buningda 150 dona A320 Airbus uchoqlarining Xitoyga setilishi bilan birga Xitoyda ishlab chiqarish mavzusida kelishimga kelindi. Boeing shirkatining dokladlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2900 dona yo'lovchi uchoqlarga ehtiyojli ekan. 2900. Dahshat son bu qarindoshlar. Mana shu 150 Airbus uchoqning o'zi 10 milliard dollar. O halda 2900 dona uchoq necha pul? Endi Yevropada Xitoyning eng ishonchli ittifoqdoshi bo'lib qolayotgan Fransiyaning Airbuslari Xitoy uchun Boeinglarning o'rnini olishga boshlaydiganligidan derak berdi. Xitoyda pul yo'q. Fransiyaning ishtahasiga uyg'un. Birlik etimda 10 milliard dollarlik uchoq buyurtmasi qilindi. Xitoymi Fransiyaga 400 million euro qimmatida temir yo'li va hidroelektr stansiyasiga doir kelishim imzoladi. Xitoyning Yevropada eng muhim bilib Fransiyani tanlashida Fransiyaning zaman Amerikaning ta'siridan chiqib mustaqil siyosat yurgizdiganligi, Yevropaning eng kuchli davlatlaridan biri bo'lishi sabab bo'lgan deyishimiz mumkin. Xitoylar Rossiyaning bir kun parishon holga tushadiganligini. Diqqat. Xitoylar Rossiyaning bir kun bo'lmasa bir kun parishon holga tushadiganligini, ya'ni xuddi Yeltsindan keyingi qalayimqanchilik Putindan keyinmi takrorlanadiganligini hisob qilmoqda. Va bu planlarni mana shuningga ko'ra hozirlamoqda. Mana shundaq ahvol ostida Yevropaning kuchli davlatlaridan biri bo'libmi Amerika bu yo'ntorqiga ancha ma'qul deb ketmaydigan biri Xitoyning yanida bo'lsa, Xitoyning planlari uchun texnik foydali bo'ladiganligi hisob qilingan. Demak, har ikki davlatning bu munosabatda o'z o'ylaganlari, o'z hisoblari bor. Yana bir tarafdan Fransiya NATOning harbiy qanotidan chiqib ketganligini jakoladi. Bu holmi Xitoylarni mamnun qiladigan bir taraf. Endi Rossiyaning Putindan keyin yana qalayimqanlashib ketadiganligi rost bo'ladigan bo'lsa, ash fursatda Xitoylar amalga oshirmoqchi bo'lgan planlar qaysi bo'lishi mumkin? Ilgirdan deb kelayotganimizdek, Xitoylarning O'rta Osiyoni butunlay kontrol qilish niyati bor. Faqatla Rossiyadan tortinib turyapti. Fursat kutyapti. Rossiya zaiflashgan har fursatda Xitoylar ikki kartdan birini o'ynamay qolmaydi. Biri uzoq sharqdagi Rossiya tuproqlarida nupusning asosiy qismi bo'lib qolayotgan Xitoy ko'chmanlaridan foydalanib, bir to'polon chiqarish, yana biri O'rta Osiyo jumhuriyatlari ustidagi haq iddaolarini ishga oshirish. Qisqacha xulosa qilsak, Fransiya Yevropada va O'rta Sharqda izdiganlarini topolmadi yoki umid qilganlarga erisholmadi. Shunga yiroq sharqda ta'lay sinab boqmoqchi. Uningcha bu munosabat Fransiya uchun Yevro Osiyoning darvozalarini ochadi. Xitoy nuqtasidan qaralsa, Xitoylar uchun Yevropa eng muhim tijorat o'rtog'i bo'lgan bo'lsa, Yevropaning eng muhim davlati bo'lgan Fransiyaning o'z yanida bo'lishi tijorat nuqtasidan emas, siyosiy maqsadlar yo'lida g'oyat muhim. Buning bilan ham Amerikaga, ham Rossiyaga qarata yangi bir tanqonlik izlanishini aks ettirdi. Yevrosiyoda Xitoy soyasida yangi harakat sohasiga erishgan Fransiya buningga javoban fransuz ta'siri ostidagi Shimoliy Afrikaga Xitoylarning put tiqishiga un chiqarmaydi.
Endi qo'llovchilarga bir iltimos. Bugungi temamiz musha tugida. Endi qo'llovchilarga shaxsiy iltimos. Qo'llovchilar mundaq qilib qo'ydi ekansizlar Facebookda. Uning narsaligi ne manga ne videoning taqilishiga o kadar foydasi yo'q. Uni qilmanglar demayman. Ammo yaxshi ko'rganligingni rost bo'lsa, ham bahrlab qo'yinglar shuning o'rniga. Qancha ko'p ham bahrlansa, uning foydasi bor. Ammo bu barmoqning ancha cho'ng foydasi yo'q. Shuni demoqchi edim. Hammanglarga Allohdan salomatlik, ishlaringlarga muvaffaqiyat tilayman. Keyingi qitim ko'rishguncha Allohga omonat.